Ikkita non berib yuboring menga. Xo'p, Mahallamizga kelib qolibsizmi? Yangilik-ku? tushunmadim. Bu sizning mahallangizmi? Bilmabman. Noningiz ko'rinishidan mazaliga o'xshaydi. Endi har kun sizdan non olar ekanman-da. Aytmoqchi, siz non yopib ko'rmoqchi edingiz-a? Yo'q. Faqat bugun emas. Ishga shoshyapman. Nonni uyga tashlayman-u, ishga boraman. Mayli. Xo'p. Mayli, menga ikkita non berib yuboring. Yaxshi. Ha, endi har kuni shu yerda bo'lasizlarmi? Ha, shunaqa. Xo'p, Puli. ko'rishguncha. Xo'p. Labay oyi. Uchrashuv nima bo'ldi, o'g'lim? Yoqmadi oyi. Nimaga yoqmadi? Oyi, avval ham aytganman-ku. Opamning qayni singlisi menga yoqmaydi. Senga o'zi qanaqa qizlar yoqadi? Bilmadim oyi. Menga oddiy ko'ngli toza qizlar yoqadi. Oyi, bu yoqdami deysiz? Ahvolingiz yaxshimi oyi? Qon bosimim oshdi shekilli. O'zimni biroz yomon his qilyapman. Bugunoq sizga qaraydigan odam topaman oyi. Baribir oyimga bitta xizmatchi topishim kerak. Oy, kimdir bormi? Voy. Assalomu alaykum. Nechta non bering? Va alaykum assalom. Non kerak emasdi. Sizdan bitta narsani iltimos qilmoqchi edim. Nima ekan? Bu yerda bir kunda qancha pul topasiz? Nimaga so'rayapsiz? Tushunmadim. Gap shundaki, oyimning mazalari yo'q edi. Shunga uyda ularga qaraydigan, yumushlarini qiladigan odam kerak edi. Uyingiz uzoqda emasmi? Yo'q. Ona ko'chani boshida. Oyingizga nimadir bo'lganmi? Uyda boshqa odam yo'qmi ularga qarashga? Oyim ikkimiz yolg'iz yashaymiz. Bir necha yil oldin avtohalokatga uchraganlar. Hozir vaqtinchalik nogironlik aravachasidalar. Lekin yurib ketishlariga umid bor. Faqat yaxshi parvarish kerak. Tushunarli. Men oyim bilan gaplashib ko'raychi. Rozi bo'lsalar sizga aytaman. Ha?